Bugun bizda Unwanted jahon chempionati ko'rib turganinglardek har bitta terma jamoa ikkitaga bo'linib olgan. Eng asosiysi men bilan Mex birgalikda u deganimiz yutib ketamiz. Yutqizgan eng kam gol urgan komanda 2 kishisi jo'paga turadi, qolgan hamma qapishtiradi. Yutgan ikkita bola bugun 2 million so'mni cho'ntagiga solib ketadi. Nós festa do fim de semana. Cho'tamiz qalay bo'lyaptimi aka? To'yga tayyorgarlik. Yutish kerak. 1 milliondan tushadi kishi boshiga bosish kerak. Ronaldo 2008 Prime. Bugun Varatada Tima legendarniy futbolkalari bilan Xudo xolasa aka, kesni turing bo'ldi aka. Chunki siz kimgadir yon bosishingizdan foyda yo'q. Har bitta seyfingiz 30 ming so'm. 30 mingdan ketdi aka, bo'ldi. Boriga shukr, yo'g'iga sabr. Yo'q. Birinchi zadaniyani e'lon qilishdan oldin Achakovadan Mojito Fresh ichimligini ichib energiyaga to'lib olaman va sizlarga e'lon qilaman. Krisalar jangi 2 ta golgacha. Let's go. Bolalar, Krisalar jangida yangilik bo'lyapti. Bu safar bizda 3 ta koptoq bo'ladi. 2 ta gol bo'lishi kerak. Agar hozir bitta yugurish o'zida 2 ta gol bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Значит, bu zadaniya tugaydi. Yugura olasizmi aka siz? Конечно. Shunda Jonini ushayman bo'ldi. O'tgan safar Yamali deysiz. Bu gal kimsiz? Neymarman. Singanimi? Da. Bizga shunaqa ma'lumot yetib keldi. Braziliya bilan O'zbekiston sherikchilikda ishlashyapti yana. Kazyol kimligini ham bilamiz, u Joni yaxshilab ko'ring. Bu noto'g'ri ma'lumot. Ishonish kerak emas. Pulga bo'lib Umuman gaplashganmiz. Mex, menimcha sen nari tarafga borgan yaxshi. Nariga burchagiga bor. Davay Ahror aka o'tiringlar. Bolalar, o'tiringlar. Joni aka o'tiring. Ha, o'tirish kerak. Da, bitta liniyaga. Tayyormi? Alimi? Voy bilan yaxshi bilan oldik. Mana ko'p. Bittasini qaytardim. Bittasi yonimda o'tib ketdi. Jalla. Yaxshi 30 ming bor. Turib yugursam ko'pni oldiraman, hechasi. Cho'tam sar aka. Bordi. Onang. Yugurib ketyapti, ikkita kopton orasida o'tib ketib qoldi. Yo, ikkalasini orasiga yana qilib qoldim-da. Totalizator qilgan bo'ldi. Yuzlashib qolmadim. Men shu yoqda o'tirdim. Tugadimi? Chiptaligida bu yaxshi. Normal, zo'r, imba. Yana qilamizmi? Davay. Bo'ldi, o'yin qonuni. Ya, keyin yig'lamaysizlarmi? Boshqa hech qaysi zadaniyada qo'shilmaydi. Onasini ham 2 ta gol ham biz uraylik. Davay. Kerak bo'lsa yana bittasini uraylik. Bittasini ham uraylik. Davay. Steak o'ynab oringlar. Hammasini olib qo'yib uringlar. Nima bo'ldi hozir? Gol bo'ldimi? Joni urdi. Faqat Joni urdi. Jahon qaytib kelgan urdi devorda. Timaga qaytib kelgani bor-ku, u golmas ekan. Tipa dabivani hisoblanmas ekan. Argentina, Portugaliya, O'zbekistonda bittadan gol bor. Endi biz keyingi zadaniya. O'tamiz. Voy bolalar, biz ikkinchi zadaniyani davom ettiramiz. Ikkinchi zadaniya bizda yangicha. Bir marta 2 ga 1 chiqiladi himoyachi bilan. Bir marta 2 ga 2 chiqiladi. Shunda hozir biz ikkita qarama-qarshi komandalarni aniqlab olishimiz kerak. Hozir o'zingizlar tushunib olasizlar. Eng asosiysi buni ichib yoz kunlarida energiyaga to'linglar. Braziliya favorita bugun. Fara bilan mali. Qanaqa Kelinglar favorit? bolalar. Qaranglar, yutgan bilan yutgan, qarama-qarshi, yutqizgan bilan yutqizgan. Hamma narsa bor. Ketdi. Don Ziki. Hozir yutgan Joni bilan o'ynaydi. Joniga o'tadi. Don Ziki. Fara. Yo'q. Yutqizgan Faraga yutgan Joniga o'tadi. O'yna. Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki. Fara bilan tushmaydi. Don Ziki. Kelishib olganmisizlar? Portugaliyaga qarshi Argentina, O'zbekistonga qarshi Braziliya. Bitta cho'ksa urmayman o'shani. Ko'proq. Sen sekin birinchi qilanga ochilib. Yo'q, ozgincha 3-4 qadam. Keyin reski mana orqamdan zabiganga qilish boshla. Reklama bos. Hozir bitta Islomga pas bera olsak qiyin bo'ladi keyin. Birinchi chiqish bolalar Joniga qarshi Mex bilan nimadir o'ylab topishimiz kerak. Davay. Shoshilmay, shunday qilamiz. Ketaver. Cristiano top bilan Zama!
Yo. Otamendi to'pni olib qo'ygan bo'lsa penalti. Tirtay qo'ygan. Nima bo'ldi, Joni aka, urib yubordingizmi? Yo, ishda bo'lmadi. Voy, tegayo, uslab qo'ysang-chi. Ya hozir Ko'ramiz. bo'lay, hech qanaqa rol o'ynamayman hozir. Tirsagin momentimni yomon tiqdi. var ko'ringlar endi Portugaliyaga FIFA yon bosyapti. Islom aka mana qarang. O'zingiz demak ko'ring mana. Tirsak bo'lsa 5. O'rtadagi odam. Ijtimoiy. Tirsagan? Yo'q, jinnimisan, ko'rib qo'yaman. Bo'lay, momentim og'ridi, jinnimisan sen, ha? Ya, penalti bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladi. 50-50. Ha, tago tirsak yo'q-ki. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Ha, bermas. Yo, Jo'nisan hozir bunaqa deyotganingga men realni hayronman, brat. O'rta o'z bo'tda prosta yelka bo'ldi. Qo'lim salimdan chiqdi. Do'stim, Mahmeting tegdi, yelkin tegmadi menga. Qanaqasiga yelkin tegadi? Meni fikrim yo'q lekin, bunaqaga penalti bermaydi. Boshidan, yur boshidan qilamiz. Boshidan qilinglar bo'ldi. Ya, men tepaman bo'ldi, nima penalti-yu 100%, Joni. Argentina! FIFAning o'g'illari! Ha, bo'ldi. Olib keldi Bruno suka. Одно касание надо было. Ronaldoni yomonlamasdan trenirovkaga qilgan o'shaning uchun Bruno. Bilay! Cho'chima! Qiyinman! Olib ket bo'ldi. Dakasi. Qo'shdi Cristiano qanotdan. Miya xislabi, miya panika qilishini qara. Da. Mahaka. Uchdi-da hozir. Voy, yaqinroq kellar, qutloga to'sam. 100% olib qo'yasanmi? Bo'ldi, eslab qoldim. Kema! Portugaliyada maha borda. Men ham grazna. Ham bir foydasiz bo'pti deshi. Mayli. Sara, bunisini ham uramiz, cho? Yo, men to'g'ri ber. Yerlatib ber. Ammo. Sen bile. Men yugurgansa ko'p kelman demasdi. Stoper yo'qmi sana stoper hijalar? Do'stim chista yelkasi bilan o'ynayapti-yu. Ha, yelkami Joni? Ha, bolalar qonli bo'lib ketyapti, sal temp tushiraylik. Yaxshi, nichoda. Chanqab qoldingizmi? Chanqadi, men buni ko'proq ichib yugurishimiz kerak edi. Strashniy kaskadasan bugun men. Ne kaskada? Ye, bilaman. Xo'p, nima? Xato qilishimga haqqim yo'qmi meni? Desa, maqadan tashqari Libboy bilan para bo'lsang, Balu bilan bo'lsang yutardi. Shunaqa? Men nima qilsam, qanaqa qilib so'rashim kerak, men kopta olaman. Do'stimning boshqa qobiliyatlari bor degan umiddaman. O'rtoqlar, bugun men Farah aka bilan birga bir chiqamiz. Braziliyada texnikada muammo yo'q. Shuning uchun gol uramiz. Boshlab olishdan oldin bitta energiya olaman, bolalar bunaqa. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Hozir agar tashlanmasam, olib qo'yish imkoniyati bo'ladi. Faqat varatar meni burchat qo'yish kerak. Agar tepsa qaytarish kerak. Yo'limdan qochinglar. Mana chapni yopib. Shoshilmang aka. Shoshilmang aka, to'xtab olib. Ketdi. Ali nima degandi? Hey, Rustam aka, atdishi. Bam. Qilichning yopadi deb o'yladim-da. Braziliya omad eliga qoladi. Shart qil o'zing. Hali o'tib ketmasin. Biram boray. Ali sizda. Takansa. Aroy, все, до свидания, Braziliya, до свидания. Bulg'adim-da. Isbotlayman deb, mayli. Aka bo'lib turadi yomon kunlar. Qatingiz bilan to'ysiz aka? Benim bilan. Haraka, davay, fizika aka, eng paklar kuchi. Kreatinlar kuchi. Let's go. Ay, bilan. Haraka kirin. Haraka. Спокойно, без паники, без пожара. Xotirjam. Xo'pmi? Da, hozir aka Braziliya atbol qilib bersa normalniy bo'ladi. Farad, jahon to'singlar. O'tkazib yormanglar, ey. Nihuyasi. Enayi to'lar.
Qo'yisi berdi, bir kechiradi. Qochib bo'luvdim o'sha. Men yetib olardim degan. Yaxshi, zo'r. Ali Umarga qara. Sapavonmi? Pashol. Keladi savoldim. Yu fara nima bu fara? Sen shuni hozir mendan kuchli deyaptimi? Ha? Do'stim sen undan battarsan. Chiqib borardi panjoni bu gaplardan keyin. Urush kerak hali. O'ysan varta oldiga boraman. Dabivanaga esishdi. Sekin ketaveringlar, chimadanni olib uyga. Bu vatan shu hammasi birodarlar like bosib qo'yinglar. Yo. Bor o'ynaylik. Portugallar Brazilcha gapiradi. Kes boring. O'sisham sport harom. Chording bo'ldi. O'ynayman dedimmi? Hozir dedik. Qachon dedim? Hozir dedik. Qachon dedim? Geografiyadan yaxshi ilm bor, maxa cho'rtsan. Bolalar bizda endi 3-zadaniya. Endi shunda bilmadim qanaqadir yetib olishimiz kerak. Shtrafnoy har bitta bola 2 tadan tepadi. U degani bitta terma jamoada 4 ta udar. Men 4 tadan 4 tursak marra bizniki. Iltimos. 4 ta gol urganda yuribdi Braziliya. Armani aka, ishoningman hozir 2 tik tursa o'yinga qaytamiz. Otmangda tepinglar. Kechki payt bo'lishiga qaramasdan havo juda issiq, endi men bitta energiya olib, takoy sosichka gol urib yuborishim kerak. Achakvani Mojito Fresh ichimligini ichib hozir energiyaga to'lib olaman deb bitta takoy udarlarni ko'rsataman. Ko'pchilik sog'ingan udarni qilaman degan umiddaman. Bo'ldi, men tayyorman. Bu hammasi Mojito Fresh ichimligi Achakvani. Yaxshi! Biz qaytyapmiz. Sizlar qaytyapsizlar. Har holda o'lmasmi? Har holda o'lmasmi? Ha, gap yo'q. Lekin jo'ski udar bo'ldi, bolalar, bilmadim. Endi bitta tagoy bilishning. Nega? O'zi sanoqli udarlar. Bilar, men do'stim davay. Krossovka kiyib keladimi, bilet syomkaga ham. Sizda 2 ta urish kerak bo'ldi. Men senga ishonamiz. Bo'l. Oqqo'rg'onlik tayyormi? Tayyormisizlar? Bilar, o'z xohishimga ko'ra men tanlovdim. Uyda daftarchaga yozib o'tirganman. Voy, men bilan zo'r para bo'lamiz-da deb. Dima, uch, dima joyida. Qusonma har doim. Mayli, do'stim. Mayli, do'stim, davay, oxirigacha kurashaylik. Sutlashadingiz o'zi. Bilan favorit bo'lib Nima deb o'ylaysizlar, biz qaytamiz? Tez yozinglar hozir. Faraq aka bilan biz uddalaymizmi bu vazifani? Juan Alvarez to'p oldida. Yaxshi. Mahaka yaqinroq. Qo'lishasiz. Nechta gol? Qachami bitta ur. Bittami? Millat, men qachami zerikkan adashib bitta gol ur, do'stim. Qachami? Sal chetroq. Ha? O'qidi. Bila, sal chetroq tepsam bo'ldi. Bu nima? Isam meh bilan bo'lsam yutaman deb o'yladi. Nimaga tep olmayman men shunaqa, ha? Rosa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Tima, лучший, давай, Tima. Qo'yni. Davay, Rafa. Uring aka. O'laman yaqinda aka, golingizni ko'ray ishtirafda, iltimos. To'g'ri. Sho'pa bor esilada, ya? Ye, aka, davay, tashlashaylik. Davay aka, nastroy. Yaxshi. Baraka, normalniy otsangiz oting. Qanaqa tepish bu? Bara, zo'r, хорош. Billat aka, ha? Koptuga telefonman kirmayapti. Kortni kadr olganmiz. Sherilga. Chiqarib o'rdingiz bor aka. Uraman hozir mana. Neymar.
Jala aka orada tursin. Yaxshi. Gol uraylik, yutqizamiz. Bilan. O'zbekiston. Umarzo. Gol urmayman. Raz yomon ishtirok etdikmi, oxirigacha chiqish kerak bo'ldi. Vatan uchun nima deymiz? Kam gapirib, urushga harakat qilamiz. Hatto bu bitta. Hatto Alini o'zi uryapti faqat. Kim aka? Krasavchik! Nicho, zato osmon ketmadi. Ana 20 marta seyf qilganda 6 ming ishlab ketardi. Qilib kirmadi. Не везет что-то. Hamma sizlarga ishonyapti-da. Yo, ishonyapti, bosim bo'ladi-da. Shunasilarmi Ali hozir ikkita spokойно gol urib, sekin qaytib keladi. Yo, aka buni olib chiqish qiyin edi. Sen ko'rsatib berdim men, 100% man eshitganim. Voy, zo'rg'a kirdi lekin. Nima ishlab? Men tepoldim. Mayli, nima deymiz endi? Like bosib qo'yinglar shuncha harakat uchun. Sizga balet qilganim uchun 100 ming bermaysiz. 3-chi zadaniya tugadi bizda bolalar. Ishoninglar, hali ham hammada shans bor. Endi bizda 4-inchisi Kraydan o'zini sherigi podacha qilib beradi. Har bitta bola ikkitadan tepadi. Endi men bu zadaniyaga mashinasini olib, shu ta'mini tanlab, bu zadaniyani bajaraman. Hozir bitta ichib olsam bo'ldi. Berji bo'lamiz, xudo xolasa comeback ko'ramiz degan umiddaman. Men ham yo'q kelsan amich. Comeback qilamizmi do'stim? Endi qilamiz. Bu zadaniyada podachada xato qilish umuman shansi yo'q. 2 martagina ko'tariladi, bo'ldi. 2 marta mehmonga ko'taradi, 2 marta maunga. Agar qiyshiq bersa, o'zimiz aybdormiz. O'shaning uchun yig'lash yo'q. Meh, davay, yutishimiz kerak. Davay, chotki ber bo'ldi. Yaxshi. Yomon emas, o'zimda ayb hozir, lekin podacha ham zo'r kelmadi, to'g'risi. Meh, bu yoqdan ko'taraymi senga? Voqe qisib yubordim. Bu zadaniyada men qisaman. Yaxshi, maqsa. Aych ko'rsatganlar qo'ydi. Boshqatdan boshga kelib qoldi-da, billa. Bila tushganda yomon bo'ladi. Ha, yetmay qoldi. Sara sal qattiqroq qil shuni. Joni nechchilarda? 4 hali ham. 4-2. Podach to'g'ri bo'lsa, ikkitadan ikkita. 16 ga berib qo'ymang. Da. Ballat! Ideal podachi. Da, zo'r edi. Reks kerak edi. Podachan ko'rasam ukam. Da. Просто oyog'iga qo'ndirib beryapman. Ali tochkani ro'parasiga. Xo'pmi? Boshga beruradi, nima qiladi endi? Nadejniy boshman. Nima bo'ldi oyog'ingizga? Jahonga pat katta tashlaganimda. Va sal pas bo'ldi. Ronaldo emasman. Nima qolyapti, Ali? Ali, qo'ysin. Bosh iptomanda. Bosh Nadejniy, bosh toshdan. Tima, давай, брат, настрой. Hali ham shans bor ishoninglar. Chunki keyingi zadaniyada har bitta bola вообще Ronaldo, Messi bo'lib ketsa 6 tadan urish mumkin-da. Nomiga xos chiqib kelishadi, bo'ldi. Nol bizdan. Uni yo'q bo'lmasa men bitta yaxshi.
hamma yoq noqulay. Qayerdan teping, kommentda yozinglar. 5 kilometr, davay. Vamos, Braziliya! Este por bobosh nahvoy. Hisoblanmaydimi? Yo, bitta kasal. Davay, davay. Degan gol shu bo'ladi, jigarlar. Vamos! Deb bo'ladi. Portugallar esa gapirdi siz aka. Jo'pa qilaylik. Bilaligin hozir gol urishdi, bizdan o'tib ketyaptimi? Bля, urdi. Xudo xolasa, davay. Лучший! Legenda. Yetib oldik. Chota Braziliya bizga yetib oldi. No, endi bilmadim, chempionство emas, jo'paga turmaslik uchun kurashamiz shekilli mex bilan. Bizda 3 ta kopto bor. Birinchisi, bu kopto gol bo'lsa 3 taga yuradi. Bunisi 2 taga yuradi, oxirgisi bittaga yuradi. Shunaqa qilib har bitta bola 6 ta gol urishi mumkin. Hammasi o'zini qo'lida. Mex, boshlayman dedingmi? Boshlayman. Nechta? Do'stim, minimalka. Minimalka yo'q, 3 tasiga maksimal urishga harakat qilaman, bo'ldi. Men senga ishonaman. Davay. Ketsaliging zo'r. Hammasini tepish kerak bo'ladi. Men hamma tayyor, sen tayyor bo'lsang bo'ldi. Voy, Krish, aura moment. Aura moment. Mayli tep ketdi. Hisobmasin. Boshdan tep qo'ysinmi? Yo'q, yo'q, bo'ldi nahvoy. Boshdan unda всё, zaybis. Mayli do'stlar. Yo'q, bo'pti, sizlarda ham shunaqa bo'lib qolsa gol. Bo'ldi, davay. Istanbulni endi tashlayapti o'ziga bir gapir. Birinchisini sekin tep olish ne variant? O'shani o'zini oladi. Keyin anu ikkitasini ham urishingiz ne variant? Просто. Urmashim kerak ekanda, sizlarga tushinglar kerak. O'zi aytdim men. Bir tuzukroq taktika qilish. Men вообще kelmabdi bugun. Как? Xo'p, mana hozir meni galim chiqaman, tepaman, ko'ramiz. Endi nima bo'ladi? Anu ham urmadi? Yo'q, yo'q. Aka, iltimos yutqizmaydi, aka. Aka, yutqizmaydi. Urmadimi? Серьезно? Qanaqasiga bolalar? Qanaqasiga? Ishoninglar, tepgan paytim zo'r tepgandek his qildim o'zimni. Braziliya. Qanaqa? Islom, bila, oxirgisini. Eng muhimi g'arataga tepish kerak aka, palibomni to'sadi-yu, bittasini tirs urib yuboramiz shu payt. Nima qilgan yaxshi? Uchalasini tepgan yaxshimi yo bittani jertva qilib turib, ikkalasini urgan yaxshimi? Yo'q, buni jertva. Uchalasini ham urishga harakat qil, bo'ldi. Sarani miyasi ishlagan narsaga bizniki ishlamayapti. Saniki mayli, meniki qanaqa ishlamadi? Tupoysan, mana bunaqa qilay. Tupoyman, nima qilay? Parello, davay. Zo'r, krasavchik Fara. Bular yutish uchun kurashmayapti. Yaxshi, Farah. Endi yutish uchun kurashsang bo'ladi. Argentinachi. Tep bo'ldi уже. 8 ta bo'lib ketdimi? Voy, bla, kelmamizda. Nega unaqa xursand bo'lasiz? Yutqizmadik. Braziliyani. Inter avlodi mayli. Faqat vartay to'g'ri kasb qiling. Tezlashinglar. Yaxshi. Aka Bulg'adich. Bari yutqizgansizlar уже. Ularda Argentinada 8. Mayli. Yetib oldik. Braziliyaga yetib oldik. 7-8. Ikkita urishgan. Chempionmiz. Ali cheeseburger bormi menga bitta yutsangiz? Ketdi. Voy, Ali o'zingiz qusvordingiz lekin. Ko'nglingizdagina. Bolalar Argentina bilan O'zbekistonda ochkolar bir xil bo'lib qoldi. 808. Endi urolmaguncha Dopromaga penalti tepishadi. Bormi? Tep uraymi? Ha, ketdi.
Mag'ruriga topshiraman, mag'ruriga davay, aka. Aka spokойно. Aka O'zbekiston uchun spokойно. Turing, aka. Voy Rustam aka sezgan ekanlar bor. Orzularimiz bolalar shu yerda bo'lsa ham amalga oshdi. Bu yaxshi znak deb o'ylayman. Keyingi jahon chempionatlarimizga o'shaning uchun O'zbekistonni haqli g'alaba bilan tabriklayman. 2 million so'm g'oliblari hozir chiqib kartaga tashab beramiz. O'shaning uchun Ali Salidni tabriklaymiz. Pul haqqoniy beriladi unaqa deb o'ylayman. Nima? Jopaga turishimizdan oldin necha mingta like bo'lsa biz comeback qilamiz. 30 mingta. Yo'q, kam u. 50 mingta like yig'sak bolalar. Xuddi shu sostav bilan jahon chempionatini jahon chempionati tugaguncha olamiz. Jahon chempionati tugaguncha olamiz. Bo'ldi endi shu. Voy jonlar. Tur.